Assalomu alaykum, hurmatli Xalfa.uz foydalanuvchisi. Bu videoda men sizga Xalfa.uzdan qanday foydalanish bo'yicha yo'riqnoma bermoqchiman. Buning uchun telefondan emas, notebook yoki kompyuterdan kirish tavsiya etiladi, yaxshiroq natija uchun. Qani bo'lmasam boshladik. Web brauzeringizdan Xalfa.uz deb qidirasiz. Qidirishingizga yoq birinchi Xalfa.uz sahifasi ko'rinadi va ichiga kiramiz. Birinchi marta kirayotgan, ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, shu kabi ko'rinishda bo'lishi kerak. Google orqali ro'yxatdan o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, ro'yxatdan o'tish qiyin ish emas. Keling endi tezis yozishni ko'rib chiqamiz. Tezisning sarlavhasini yozasiz va asosiy kategoriyani va mutaxassislik kodini tanlaysiz. 6 ta til mavjud. Shu 6talasidan xohlagan tilingizni tanlab yozishingiz mumkin. Agarda siz ingliz tilida yozmoqchi bo'lib, o'zbek tilida sarlavha kiritgan bo'lsangiz, xatolik yuz berishi mumkin. Shuning uchun agarda mavzungiz ingliz tilida bo'lsa, ingliz tilidagi tilni tanlaysiz. Rus tilida yozmoqchi bo'lsangiz, ruscha sarlavha berishingiz kerak. Generatsiya holati 3 daqiqadan 4 daqiqagacha vaqt olishi mumkin. Mana tezis ham tayyor bo'ldi. Yuklab olishga tayyor va biz hozir Payme dan to'lov qilib ko'ramiz. Payme ilovasini ochamiz. Payme ilovasi ochiladi agarda telefoningizdan kirsangiz, notebookdan esa xuddi shunday oyna ko'rinadi. Telefonimizdagi Payme ilovasi orqali QR kodni skanerlaymiz yoki bo'lmasam kartamizni raqamini va muddatini yozishimiz kerak bo'ladi. Men hozir sizlarga kartani raqamini yozgan holda to'lov qilishni ko'rsatib beraman. Shu joyga karta raqamingizni, muddatini kiritasiz. To'lov qilish tugmasini ezganingizdan keyin telefoningizga kod boradi va shu kodni kiritasiz va to'lovni amalga oshirasiz. Agarda muvaffaqiyatli to'langan bo'lsa, shunday oyna ko'rinadi. Ko'rib turganingizdek, hujjatimiz tayyor. Shuni unutmangki, bu sizga tayyor yozib beradigan vosita emas. Bu sizning yordamchingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.